Qizil ishxonaga keldim. Sochimni yechganim. Storyamdan hammalar xavotir olibsizlar. Kim sizni xafa qildi? Yo'q, meni xafa qiladigan hali tug'ilmagan qizlar. Mana, meni faqat xursand qildi. Vesim. Bundan 20 yil oldin oxirgi marta men vesida 60 kiloni ko'rganman. Bugun chiqsam 69 kilo bo'lman. 69-800. Hali hech qachon operatsiya qildirmaganman, ichimda qalin tolgotkadaman. Hali mamtlar olinmagan. Bu o'zimni o'sha figuram. Olsam shunaqa ozarkanman, yuzimdan, belimdan. O'zi qatingiz ingichkaroq bo'lsa, o'sha tezdan ketasiz. Qorningizni oldirdingizmi deganlar. Qornim oldirmaganman, o'sha keservada osilgani bor. Prosta tabriklasanglar bo'ladi qizlar, meni ko'zlarim 69, ya'ni 60 kilo, ya'ni 6 raqamli sifrani ko'rdi.